Xormanglar, ertalab vohli 10da turib 11:30da uydilarni olib so'qoqqa Mador somsa bilan shashlik yegan chiqib ketdik. Bu bolalar bilan yo'lda zerikishga umuman haqqimiz yo'q. Bittasi suv desa, bittasi non deydi. Aylanib so'qoq qishlog'iga yetib keldik. So'qoqqa borganimizda Fazo degan kafeda Imom aka bizani kutib olib shinamgina tapchan qilib berdilar. Bu joy hali yangi ekan, ochilganiga ko'p bo'lmadi. 24 ta tapchan, 6 ta stul besetga joylari bor ekan. Tabiat, toza havo, ajoyib oqar soylari odamni o'ziga jalb qiladi. Oilaviy kelib maza qilib dam olishga sharoitlari zo'r. Besetkalarning hammasi pardalar bilan to'silgan. Mador somsalarning shu joy onaxonlari o'ng qo'llarini o'ynatib tayyorlashar ekan. Somsadan tashqari osh, shashlik va boshqa milliy taomlari ham bor ekan. Lokatsiya shu profilli shapkasida bor. Bolalar bilan odam charchagandan keyin sekin uyga qaytib qoldik.